nola kunam hamisha. Hamma kunam hamisha. Videolar 2-3 ga bo'lyapti hamisha. Biyon. Do'stim, buni qo'y. Bitta reklama gaplashdim. Normalni soqqaga ssenarisini yozing. Ya qo'ysang-chi. Yig'ishtir bu reklamalarning, yana shu yeb chargam yo yulkiro gaplashdingmi? Yig'ishtiraylik bu masxarabozlikda. Uydagilar to'g'ri aytgan ekan. Qaydan ham shu tayyor ishni zavodni tashab, sen bilan blogerlikni boshladim. Yo'q, do'stim, nolima, bu safar normalni soqqa beraman deyapti. Yur, boraylik, urib kelaylik. Yo'q. Bemalol omading bersin, bos o'zing. Bormaysan-a? Bormayman. Agar men borib urib kelaman, arqamdan do'stim meni kechir desang, pashol deyman. Aytib qo'y, Instagram kanal menga qoladi. Sog' bo'lasan. Yo, soqqalik reklamani gaplashdaman. Cho'ta u yerni gapiryapti. Bor shpionlik qilaydi. Aka, yordam qilaring, ozgina syomka qilib yuboring. Bizning mobilograf Dubayga o'qishga ketganda. Hurmatli amnanglar, Abu brendda 149 mingdan 199 minggacha sotilayotgan sviterlarimizdan bir dona xarid qilsangiz, xush qiling aka. $300 minggacha sotilayotgan kurtkalarimizni 99 mingga olishingiz mumkin. Xush qiling. Ichi mixlik 170 ming so'mgacha sotilgan oyoq kiyimlarimizni 69 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Agar oyoq kiyim kerak emas desangiz, 475 minggacha sotilgan poltalarimizni 250 ming so'mgacha olishingiz mumkin andijonda. Sog' bo'lasiz. Vas, to'xta. Qo'lingda oda. Men tushunib yetdim. Senga baribir ishlash qiyin bo'ladi bir o'zingga. Любой blogerda ana sherigi bo'ladi. Nasib bo'lsa ikkovimiz ishlasak, konkretni yoramiz 1 millionga chiqamiz, jo'ra. Menga sherik kerak emas ekan, bir o'zim любой kontentni urib bilay ekanim. Senga o'xshaganlarni men loydan taqlab olaman, tushundingmi? Hajir, kechir iltimos. Men tushunib yetdim. Uydagilar noto'g'ri gapirgan ekan. Shu blogerlikda nasib bo'lsa kelajagi bor. Ko'rdingmi do'stim? Tushunganing uchun rahmat. Seni podvat qilmadim. Hozir kirdimda sherigingiz qani degan paytda mazasi yo'q dedim. Ikkita sovg'a berdi. Biri senga, biri menga. Yo, barterga gaplashdingmi? Loropiyanni tufli. Bitta naskiga gaplashdingmi? Yo'q, ikkita naskiga. Yo'q, men senga shuncha uylanganim bitta naski uchunmi? Короче, sen bilan umuman ishlash foydasi yo'q. Davay. Do'stim, xafa bo'lma. Katta shaharlar ham kichkina naskilardan qurilgan. Bu gap berda emasdimi? Yo, videolar shu uchun uchmayaptimi? Yo'qmi, yo'q.